Assalomu alaykum. Meni ismim Xo'jakber, yoshim 15 ta. Men IT Parkning Xonqa filialida Android dasturlash kursida 6 oy bo'ldi o'qiyman. Men ilk bor o'zimni dasturimni, ya'ni mentalni yaratdim. Bu ilova sizlarga matematik bilimlaringizni yanada mustahkamlashga yordam beradi. Hozir sizlar bilan birgalikda bu ilovadan ro'yxatdan o'tish va ishlashini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib tushuntirish oynasi ochiladi. So'ng login oynasi ochiladi. Siz u yerga ismingiz va yoshingizni kiritib saqlash tugmasi bosiladi. So'ng sizga 10 ta bosqich beriladi. Bularning birinchi bosqichi ochiq bo'ladi. Birinchi bosqichga kirgandan so'ng 20 ta savol beriladi. Bu savollar uchun sizga vaqtlar miqdori beriladi. Siz u savollarni ishlab chiqqandan so'ng oxirida natijangizni bilib olishingiz mumkin. Dasturimiz hozirda Play Marketda mavjud emas. Siz bu ilovani test qilib ishlatib ko'rish uchun ushbu video izohiga 5 sonni yozib yuboring. Biz sizga ilovani yuboramiz. Siz ham shunday ilovalarni yaratish uchun IT Parkning Xonqa filialiga kelishingizni tavsiya qilaman.